Do'stlar, O'zbekistonda yangilik. Endi optolar ham ta'sir qilmaydi, bemalol ko'chalarda ishlab yursalar ham bo'laveradi. Nafaqat opto boshlaringga, balki uylaringga ham ta'sir qilmaydi. Biz polistra bloklar olamiga yetib kelganmiz. Birinchi qo'l ishlab chiqarish joyida biz hozir buni eksperiment sifatida sinab ko'ramiz pishiqligini. Aka, uring keldi. Shilaka blokka uring birinchi. Maydalanib ketdi mana. Endi aka polistra blokka uring. Uring aka, uravering. Uravering. Do'stlar, ko'rdilaring, pishiqligini bo'ldi aka, bo'ladi. Pishiqligini ko'rdilaring. Buni tarkibi haqida ozgina gaplashamiz. Bahromjon aka, assalomu alaykum. Suyimsiz, sog'lik. 2025-yilda eng trend bo'ladigan uy qurishda ishlatiladigan mahsulot polistra blok bo'lyapti ekan. Nimaga biz polistra blokni tanlashimiz kerak? Nimaga pishig'ish bas, shilaka blok bas, pena blok bas, nimaga aynan polistra blok tavsiya qilasiz? Shuni haqida bizga qisqacha konkret ma'lumotlar bersangiz. Soyaga olib kirib qo'yamiz ham mana aka. Yaxshi bo'ldi. Boshqa qurilish materiallariga qaraganda bu polistra blogimiz issiqda tushib ketdi-yu. Gapiravering aka, gapiravering. Issiqda yaxshi ushlaydi, shovqin o'tkazmaydi. Mana ko'rib turganingizdek mustahkam, yer qimirlashlariga ham rosa chidamli bo'ladi. Chunki buni tarkibida polistirol granulasi bor. Mana ko'rib turganlaringdek, stiklovolokna deydi, fibra. Fibra. Buni yonilishini oldini oladi, yaxshi ushlab qoladi. O'zbekcha qilib aytganda, loy-shuvadi somoni. Plastifikator qo'shiladi. Plastifikator nima vazifasi? Plastifikatorda vazifasi semenni markazini oshiradi, SDO qo'shiladi mana. SDO shu buni semen, qum va polistirolni yaxshi aralashishiga, tarkibiga yaxshi bo'ladi. Mana shu qo'shmasa bo'lmaydi buni. Xo'p, bu endi ilmiy tilda tushuntirib berdingiz bizga. Xalq tilida jaydaricha deydi-yu. Nima uchun bunda qurishimiz kerak uyda? Endi bunday qurishimiz sababi ancha ekonom bo'ladi. Nimadan yutamiz? Masalan, pishig'ishdan qurganimiz bilan nech pulida qana yutamiz aka? Pishig'ishlardan ekonomlarga bu birinchidan mana 18 ta g'ishtni o'rnini egallaydi bitta blok. Birinchidan vaqtdan yutadi. Vaqtdan yutadi. 18 ta g'ishtni qancha vaqtda qo'yib bo'ladi? Bitta blokda qanchada qo'yib bo'ladi? 18 ta g'ishtni nech puldan qanchaga uradi? Bitta blokda qanchaga uradi? U tomondan ekonom bo'ladi. Qancha yutamiz? Masalan, bitta pishgan g'isht 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, hop 800 so'm ursa ham xullas 100 so'mga bitadigan pishgan g'ishtdagi holatda bunda 80 so'mga bitadi-da. 80 so'mga bitadi. Lekin ekonomik darajasida bu ancha mustahkam. Xo'p, mustahkamligini ko'rdik. Kuvalda bilan urdik, hech narsa bo'lmadi. Endi uyda qanaqa? Uyga urdik, mana eshikka o'zlaring qurgan ekansizlar. Bizga mana ko'rib turganlaringizni qurganmiz. Betga nechta ishlatgansizlar? Bega bir 600 tami ketgan. 600 tami ketgan. 600 ta endi aniq hisobini qilmaganmiz, dehqonchilik bo'lganligi uchun. Bu endi bitta videoda misolni ko'rsatib qo'ydik. Pichoqda o'zing yur, og'rimasa birovga ur. Birinchi bo'lib o'zlaring uylaringga ishlatganliklaring uchun. Albatta. Mahsulot ishonchli. Ishonchli. Biz mana masalan ertaga kimdir keladigan bo'lsa ham issiq sovuqda ushlaydimi, mustahkammi deganlarga ham mana o'zimiz eksperiment qilmay, mana shu uyda yashaymiz. Shu mana yoz kelyapti o'zi, 40-45 graduslarda ham ko'ramiz mana qanday bir effekt beradi. Odamlarga o'shanda bemalol aytishimiz mumkin. Zo'r. Bahromjon aka, sizga ham issiq bilinmayapti, shilapa yaxshimi? O'tkazmayapti, zo'r. Shilapa zo'ra? Shilapa zo'r. Kommentariy albatta fikrlaringni yozib qoldiringlar. Endi bu issiq sovuqqa qanaqa, Bahromjon aka? Issiq sovuqqa o'ta yaxshi. Qaysi masalan darajada aytamiz? Yog'ingarchilikka, yomg'irga ham, qor porlarga ham erib ketmaydi, yuvilib ketmaydi, zakonni chiqaveradi. Hech qanday bir nimasi yo'q. Xo'p. Shovqin o'tkazmaydi. Mix shurib, ankirlab qotirsa ham bemalol bo'laveradi. Sinab ko'rsatib berishadi, birorta odam chaqiradigan bo'lsangiz, mixni qoqib, ushlashlarini ham bitta ko'rsatib berishsa, ungacha biz nima haqida gaplashib ko'ramiz. Obyemingiz qanaqa bir kunda? Obyem bir kunda 400 ta, 500 ta chiqazamiz. Zakazga qarab bitkazib beramiz, xudo xolasa. Ichkarilarni ham ko'rsatsak bo'ladi. Bemalol, mix qoqib berib turishda endi shilapani bekka qo'yib turamiz. Aziz kuzatuvchilar, shilapa esdan chiqmasin, kommentariy yozish. Xo'p, bu qoliplardan chiqqan holati, qurigan holati hozir. O'zi bular kecha quyilgan, mana qolipdan ajratib qo'yilgan, o'zi mana pashti quruq tayyor. Hop, egalariga jo'natishga tayyor mahsulot. Xo'p, bir kunda nechta chiqarib berasiz? Bir kunda 400 ta, 500 ta chiqazyapmiz. 400 ta, 500 ta chiqarib. Obyemga qarab, zakazga qarab chiqaveramiz. 1000 ta, 1,5 ta ham chiqaraveramiz bemalol. Chiqarib beraveramiz. Chiqarib beraveramiz. Ustidan bundan uy qurdik. Ustiga nima qilish kerak buni? Ustiga sirazi rodmon qilib ketsa bo'ldi. Rodmon qilinadi. Rodmondan qalin yemaydi. Xohlagan narsasini qilsa bo'laveradi. Atkazib beradigan narsasi yo'q. Zakonni masalan qumshuvoqga nima qilsa, bunga ham o'shani qilsa bo'laveradi. Qumshuvoq qilmasdan rodmon tortib ketsa bo'laveradi. Albatta, o'zi tekis chiqadi-ku bu. O'shaning hisobiga masalan ortiqcha rasvot qilib
xumshvoq qilib, unga ham pul to'lab yoki rasxod, semen qum olgandan ko'ra sraz rodman qilib bitirib yuborsa bo'laveradi. Ham issiq sovuqda yaxshi ushlaydi. Qalin qilib shuvash ham shart emas. Men hozir uyga kirib ko'rdim, qurgan uylaringni. Tashqarida shamol bo'lyapti, tashqari yaxshi salqin. Ichkariga kirsam yana ham salqin. Ichkari muzdek. Men o'yladim, bundan uy quriladigan bo'lsa, konditsionerdan yozda ketadigan limitdan tokdan ekan qilamiz. Albatta. Qishda bo'ladigan bo'lsa, o'tin, ko'mir, gaz yoki svetdan, limitdan nima qilsa bo'ladi. Ekonom qilsa. Hamma tomonlama ekonomishni. Ha. Endi borib shunga boriladi-da, chunki gaz svetlarning narxi oshgan sari ekonomiga qilish kerak bo'ladi. Pishiqlik darajasi qanaqa? Mana hozir ko'rdingizki, 100 yil ham turganlarni ko'rganmiz, 50 yil turganini. Bu qanaqa turadi? Men o'zim shaxsan ko'rganman, pishgan g'ishtni rastovor bilan urilgan, rashibga chizib urilgan mahalini ko'rganman. Bu esterda urgan bo'lsa kerak devor. Pishgan g'isht yemirilib ketgan, yomg'ir qorda turgan, lekin orasidagi rastovor, sho'pidagi rastovor turibdi. Bu deganiki, semindan masalan bu qum bilan semindan qilingan, xuddi o'sha rastovor tarkibida nima bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Demak, bu pishgan g'ishtdan ko'ra umri uzoq bo'ladi. Chunki uyimizni fundamenti ham semen bilan shag'aldan bo'ladi asosan, ustiga quramiz pishgan g'ishtdan. To'g'rimi? Demak, bu demoqchi bo'lganim, o'sha beton, uyni qancha ko'tarib tursa, shuncha yil turaveradi. Bu aka necha etajgacha qursa bo'ladi bundan? Domlaga qursa bo'ladimi, bo'lmaydi? Albatta bo'ladi. Endi hozirgi standartdan o'tadimi? O'tadi. Yong'inga chidamli. Gazoblok bilan bir xilmi sertifikatlari? Yo'q, gazoblokdan buniki baquvvat buniki. Yo'q, yuk ko'tarishi ham, baquvvatligini ko'rdim. Baquvvatligi ham yong'in, masalan endi katta domlarnikiga огнеопасный yong'inga qarshi o'sha gazoblokda nima qilib bergan, lekin bu ham yonmaydi. Domga penoblokda unamaydi. Hozir pishig'ishda ham ko'p qavatli bo'lsa unamayapti. Gazoblok deyapti. Buni ham ishlatsa bo'laveradimi? Bu albatta bo'ladi. Bundan ammo ishlatadigan bo'lsa, ularga ekonom tomoni ustidan gazoblok urgandan keyin bazalt qilyapti-ku. Bazalt qilmaydi buni. Qilmasa bo'laveradi. Qilmasa bo'laveradi. Demak, mashinga o'tib olsa bo'laveradi. Mashinga o'tib olsa bo'laveradi. Xo'p, xatga xizmat qilamiz. Xat-xatlarga dastavkalari qanaqa? O'zi hozir jo'natyapmiz. Bag'i Toshkent, o'zi vodiy bo'ylab hamma yoqqa jo'natyapmiz. Mana shu yerdan hozirgi kunda yuklab beryapmiz. 24 ming so'mdan yuklab berilyapti donasini. Ha. O'zicha penoblokdancha gazoblokdan qimmatroq bo'ladi. Chunki endi yaxshi narsa o'z holatiga yarasha bo'ladi, narxi hammasiniki. Bu bemalol miqib ushlaydi. Albatta. Albatta, tushirib bemalol ushlayveradi. Keyin endi materialni yomonlashmasga mayda treshina bermaydi bu. Qolgan bloklarga o'xshaydi. Qo'ldan tushib ketsa ham sinmaydi. Hozir urib ko'rsatdik, ko'rdinglar. Bemalol turaveradi. Endi qolgan bloklarni ko'rasiz, mayda treshina beradi yoki yorg'i berib qoladi. Dastavka qatlarga bepul. Dastavkamiz mana shu rayonimizga hozir qayerda biz tushuntiraman o'tib. Biz hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz. To'raqo'rg'onda biz. Namangan viloyatida. Vodiy bo'ylab dastavka qilib berasizmi? Dastavka qilib beramiz. Kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Biz obunachilarimizga necha puldan qilib berasiz? Siz obunachilaringizga kelishsa, soniga qarab turib 23 mingdan qilib beramiz. 23 mingdan qilib berasiz. 24 mingdan beryapmiz. To'raqo'rg'onda bepul qilib berasiz dastavkani. Vodiy bo'ylab kelishilgan holat. Kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Qolgan joylarga ham jo'nataveramiz. Toshkent, vohalarga ham jo'nataveramiz aka, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? Telefon raqam 91 366 56 73. 56 73. Do'stlar, kimga shunaqa birinchi qo'l ishlab chiqarish joyidan arzon polister blokda kerak bo'ladigan bo'lsa, akani raqamlarini aytdik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, soqqani qilib uyni ko'taramiz.